Assalomu alaykum baliq ovish qog'ozlari. Mana bugun Xudo xolasa vaqtimiz bo'lib qolib baliq oviga ketyapmiz. Mana o'qiraylar hozir yo'lda tayyorlab ketyapmiz. Bekor ketmasdan Bobirjonni tayyorlayaptilar. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Imkon qadar ushlashga harakat qilamiz. Endi kuz mavsumi bilmadi endi baliq chiqadimi yo'qmi, harakat qilib ko'ramiz. Videolarimiz yoqsa like bosinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalar, videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi. Ha, bo'lmasa kuzatinglar, xudo xolasa joyimizga borib syomkani boshlaymiz. Akalar, mana joyimizga ham kelib oldik. Endi xo'p, qalmoqlarni olib sekin joyimizga tushib olamiz. Ilimiz qopti. Yo'q, zapasnoy. Zapasnoymi? Ha. Xudo xolasa endi ko'ramiz endi joylarni. Bu joyga ancha bo'lib ketdi kelganimizga. Bir harakat qilib ko'ramiz bugun. Xudo xolasa. Xo'p, joyimiz endi mana shunaqa ekan. Betlarda yaxshi baliqlar bo'lardi. Hozir ko'ramiz endi. Pastroqqa tushsak, pastroq sal chuqurroq edi. Xudo xolasa. Sazan chiqib qolsa ajo'mas. Xo'p, kuzatib boringlar. Mana akalar, zerkalniy karp. 1,5 kilo atrofida. Endi bizga nasib qilmadi. Sheriklar ushadi. Chiroyli baliq. Xudo xolasa keyin safar nasib qolar bizga ham. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Joylar mana shunaqa chiroyli joylar.